Assalomu alaykum. Ushbu videoda Auto Accounting modulida qanaqa qilib kassalarni shakllantirish, ya'ni yuritish bo'yicha video ko'rsatib o'taman. Oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsanglar, unda kassalarni qanaqa qilib yaratish haqida ma'lumot berilgan edi. Ushbu videoda o'sha ochilgan kassani qanaqa qilib shakllantirishni ko'rsatib o'taman. Unda videoni boshlaymiz. Accounting modulini ichiga kira olasizlar va kirganinglarda mana sizlarga kassalarni ko'rsatib o'tiribdi. Oldingi safar ochilgan kassa. Shuni ichiga bitta bosib kirib olasizlar. Kirganinglarda hali shu kassada hech qanaqa amaliyot qilinmagan. Buni boshlash uchun New tugmasini bosasizlar va mana sizlarga kerakli qismni chiqarib beradi. Bundan birinchi sanani, kerakli bo'lgan sanani belgilaysizlar va label, ya'ni kommentariya yozasizlar. Nima uchun to'lov qilinganligini. Namuna to'lov va partnyor kimga pul chiqarildi, shuni kiritib o'tasizlar. Va pul, ya'ni agar sizlarga pul kirim bo'ladigan bo'lsa, uni plyusda kiritasizlar. Ya'ni hech qanaqa belgi qo'ymasdan. Agar sizlardan pul chiqadigan bo'lsa, uni minusda kiritib o'tasizlar. Aytaylik, hozir 1 million kirim qilaylik. Add close, ya'ni bu qo'shiladi va yopiladi. Add new, ya'ni yopiladida yana bitta xuddi shunaqa qismni chiqarib beradi. Hozir add close tugmasini bosamiz. Mana bitta qo'shildi. Ko'rishingiz mumkin. 30 oktyabr, namuna to'lov, partnyor nomi va tasdiqlovchilar kerak bo'ladi. Bitta bossanglar, mana bo'ldi. Bu akkauntingda shakllandi. Endi dashbordga qaytadigan bo'lsanglar, mana sizlarning balansinglarda 1 million so'm turibdi. Endi sizlarga ya'ni pul chiqarish kerak bo'lib qoldi. Buni qanaqa qilasizlar? New tugmasini bosasizlar, xuddi shunaqa tartibda kommentariy yozasizlar. To'lov aytaylik, nima uchun? Qanaqadir sizlar telefon sotib oldinglar. Telefon uchun yoki kompyutermi, qanaqadir texnika sotib oldinglar va partnyorni kiritib o'tasizlar. Xuddi shu partnyorga chiqib ketdi. Aytaylik, minus 500 ming taxminan. Close bosasizlar va get new'ni ham bitta ko'rsatib o'tsam, bossanglar, mana bu qo'shiladi va yana bitta sizlarga chiqarib beradi. Endi buni atmay qilish uchun discard tugmasini bosasizlar va xuddi boyagi tartibda, ya'ni payable, ya'ni to'lash tugmasi turibdi. Bitta bosib yuborasizlar. Mana sizlardan 500 ming minus bo'ldi. Ko'radigan bo'lsanglar, mana balansinglarda 500 ming so'm qoldi. 1 million so'm kirim bo'lganda, 1 million so'm 500 ming so'm chiqdi. Xuddi shunaqa kassani shakllantirib borasizlar. Balansdan ko'radigan bo'lsanglar, mana balansda ham bemalol ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Mana 1 million so'm, 500 ming so'm kassada borligi hamma analitiklarni shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu videoda qisqacha shundan iborat edi. Keyingi videolarni kuzatib boring.